Assalomu alaykum aziz do'stlar. Do'stlar, mana hozir 8 talik partiyaga 6 talik stul zakaz bo'lgandi. Partiya 8 talik, 180 ga 90, stullari 6 talik, işte bemalol o'tirish uchun hozir tayyorladik bularni hammasini. Xo'p, bular turbalari 09 ga o'tdik hozir. Hozir 08, biz 08.5 Samarqand yaxshi turbasini ishlatib turdik, zavod remont bo'lganiga. Hamma 07 ga ko'pchilik o'tyapti. Endi biz 09 ga o'tib oldik. Endi ozroq qimmat bo'lsa ham o'sha klientlarimizda haligi bo'lmasin deb. Bu 09 turbalar qattiq, haqiqatan yaxshi. Machalkalari yangi, mana plotni hamma joyi. O'zi stulni ko'tarib ko'rganda og'irligidan bilinadi o'zi, og'ir. Xo'p, bular hozir 6 taligi ham bor. Bular endi zakaz shunaqa bo'lgani uchun 15 komplekt edi. Shuni shunaqa qilib berdik. Olmos degan joyga. Olmosga ko'p boramiz. Aqcha, Olmos, ularga ko'p olib beryapmiz. Hozir o'zlari xudo xolasa olib ketishadi 15 komplekt. Xo'p, bu yerda karishnovelari bor. Bular chiroyli, mana laminant ham chiroyli rosa. Bularda hozir 6 talik bular. Bu 6 talikdan hozir kunda narxi 820 ming bo'lyapti. 6 taliklar qilib beryapmiz. 09 turbalarni 20 ming qimmatladi. Laminantlar ham qimmatladi. Endi biz unaqacha oshirib olmadik. 20 ming raznica qilyapti farqi. Omad turbasi yaxshi. Xudo xolasa Samarqandga ishlasa, yana o'shanga olib kelamiz. U ham yaxshi turba. Xo'p, bularda hozir narxi 820 ming 6 taliginiki. Mana karishnovesi. Xo'p, mana bog'da o'sha egalariniki tayyorlangan. Ularda hozir Isuzuga bosib olib ketishadi. Hozir 1 soat, 1,5 soatlarda stullar bo'lyapti. Agar kimga kerak bo'lsa, o'sha nomerdamiz 94lik 680 38 77 ga telefon qilaverasizlar bemalol. Hozir endi ko'p arendachilar, ko'p zakazlarimiz bor. Shu arendaga beradiganlar, yig'iladigan parti. Ularni ham ko'rsatamiz, xudo xolasa. Hozir yana 300-400 ta qilishimiz kerak. Shundan xudo xolasa mana bugun buni chiqarib yuboramiz hozir. Keyin bemalol uni boshlaymiz. Xo'p, bular ham mana. Bularda ham o'sha qorasi karishnoyi ham bor. Qoradan 15 komplekt, bundan ham men 10 komplektdan oshiqcha zakazimiz bor edi. Shularni qilib beryapmiz hozir xudo xolasa. Agar kim kerak bo'lsa, Telegramimiz bor, o'sha nomerda tagiga yozilgan. O'sha Telegramga kirib bemalol rasmlarini, boshqasini ko'rsalaring, muloqot bemalol gaplashaveramiz, qayerdan bo'lsa. Hozir dastavka popgacha qilib beryapmiz. Dastavka boshqa fasonlari ham bor. Hozir endi bityapti boshqa fasonlari. Dastavkalarimiz pop rayon bo'yicha qilib beraveramiz. Qolgan joylarga hozir qilganimiz yo'q, o'zlari olib ketyapti. Ko'p bo'lgani uchun o'zlari o'sha mashinalarda olib ketyapti. Mana hozir orqa tomonda ham kraskadan chiqqan, kraska qilinadigan juda ko'p stollar bor. O'sha zakazlar, klientlarga. Mana sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qo'llab-quvvatlaganlarga hammasiga rahmat. Yana hozir 800 taga yaqinlashib qoldi. Xudo xolasa garderoblar ham qilyapmiz. Garderoblarimiz o'sha kelinlarga o'sha kecha ham ko'p olib ketishdi. Hozir yana qilamiz. Xudo xolasa stullardan bo'shasak, garderoblarni ham video qilib chiqaraman hammasini. Boshqa stillari ham bor. Agar kimga endi bu stildan bular zakaz qilganiga hozir bu yerga olib chiqib qo'yish darvozani oldiga. Boshqa stillari ham bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga rahmat.